o'rganishinglar, tak bilishinglar kerak bo'lgan narsa shu. Bu yerda nimani bilish kerak? Hop, convolutional network qanaqa bo'ladi? Masalan, men oldin masalan CNN bilmaganimda nima deb bo'lardim? CNN bu haligi nimalar bor, endi nima chizilmayapti. Hozir. What the fuck? Qatib qoldingmi? Google Chrome'da oching birat. Yo'q, notebook'im qatib qoldi. Avval. Avval turlas kelishyapmiz. Evet, chizish bormi, chizish? Boring. Hop, mana aytayotgandim ham, eng asosiy narsa bu yerda mana bilish kerak shu narsa. Oldin masalan CNN bilmaganimda, ya'ni hamma ko'rinmayaptimi? Boshqa talab boring, she'r. Endi ko'ramiz. Ha, endi Ko'ryapti. xullas, she'rni bilish kerak, uni strukturasi. Qanaqa ko'rinishda, ya'ni men oldin o'ylardim, bunaqa neural network ko'rsatganimda, ya'ni men hamma neural network shunaqa bo'ladi deb o'ylagandim, lekin yo'q, xullas unaqa emas. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xullas, masalan, imagine qilinglar, biz rasm input qildik. Mana shunday 3x3. Hop, endi CNN nima qiladi? CNN по сути birinchi stepda o'zini filtri bor. Ya'ni aytaylik, masalan, 2 filtr bo'lsa, bu defined narsa. Ya'ni bu o'sha CNN o'zi hal qiladi, training paytida eng yaxshi filtr bu qaysiligini. Shuni oladida, shuni apply qilib chiqadi. Ya'ni bu katta olib qo'ydi, masalan 2 mana bunday bo'lsa, shu filtrni, 2 filtrni mana shu rasm, biz divada rasm input qilgan bo'lsak, shunga apply qilib chiqadi. Masalan, rangni o'zgartirdim. Ya'ni birinchi mana bu joyga apply qiladi. Qanaqadir matrix multiplication bo'lib javob chiqadi. Ya'ni birinchi row ko'paytiradi, ikkinchisi ko'paytiradi. Mana bu mana bunga, bunisi bunga ko'paytiriladi. Keyin hamma ana shu ko'paytirganda chiqqan javobni qo'shib chiqadi. Bu bitta sel bo'ladi. Xuddi shuni oladida. Endi mana bunday qilib apply qiladi. Ya'ni bu tarafga yana bitta rasm. Mana shu filtrni endi bittaga keltiradida. Yo'q, apply qiladi. Keyin yana bir bunga ko'paytiradi, bir bunga. Okey, javob chiqdi. Yana bitta output. Keyin bu bo'lgandan keyin yana bitta pastga shift qiladi. Ular menimcha shundaylar. Ya'ni shunday qilib, mana shu filtrni butun nimaga apply qilib chiqadi. Lekin bitta narsa bor. Hozir ko'rgan bo'lsanglar, har safar bittaga shift bo'ldi, to'g'rimi? Lekin bizda variable bor, stride degan. Stride bu nechtaga shift bo'lishini hal qiladi. Aytaylik, masalan, biz hozir bittaga shift qildik. Agar stride 2 bo'lsa, 2 taga shift bo'ladi. 3 bo'lsa 3 taga, 4 bo'lsa 4 taga. Ya'ni rasmimizga masalan 10 ga 10 rasm bo'lsa, bizda filtr 2 bo'lsa, u bemalol bitta kretkaga emas, xolos 3 ta 4 taga jump qilib ketishi mumkin-da. Ular shu narsani stride hal qiladi. Stride bu variable. Hop. Yana nima? Ya'ni biz hozir mana shu bizda rasm bor edi. Rasmga biz filtrni apply qildik va output oldik. Lekin filtr bitta emas, bir nechta bo'lishi mumkin. Aytaylik, sizda bitta emas, 10 ta filtr bor. Mana shu 10 ta filtrni hammasini apply qiladi. Bizda 10 ta har xil rasm chiqadi. Va hammasini size bir xil. Hop, hammasini size bir xil. Keyin nima qilinadi? Keyin pooling bo'ladi. Pooling nima? Biz MC'da o'tgandik. Esinglarda bo'lsa, max pooling bor. Masalan, hozir mana bunda bizda qanaqadir sonlar bor, to'g'rimi? Tam 1, 2, 3, 4 tak dalay. Hop, biz nima qilyapmiz? Biz bitta qo'shish kerak. To'g'ri bo'ldimi-da? Max poolingda biz ularning sonini kamaytiramiz. Ya'ni bu case'da masalan mana bu kvadratni olamizda, agar max pooling bo'lsa, bunda faqat 4 ni qoldiramiz. Mana bu kvadratni olamizda,
ko'rinmayapti. Mana bu kvadratni oldik. Keyin bu kvadratni olamiz. Ya'ni eng katta sonni chiqaramiz. Aytaylik 1 bo'lsa, bu yoqda bu kvadratni olamiz. Xuddi shunaqa qilib keyin ya'ni bizda 1, 2, 3, 4, 4 ga 4 kvadratdan bizda 1 ga 1 kvadrat qoladi. Masalan, mana shu sonlarda imagine qilinglar, o'ta sonlar bor. Poolingda har xil variantlari bor. Max pooling bor, ya'ni shu kvadratda eng katta sonlasiz. Minimum pooling bor. Minimum pooling yo'q adashmasam. Average pooling bor, average olasiz. Shunaqa gaplar. Xo'p, biz poolingdan keyin mana bu stage ham complete bo'ldi. Endi biz nima qilamiz? Endi yana bitta convolution bo'ladi. Ya'ni biz mana bu yerda qilgandik. Image ga filtrni apply qilib chiqqandik. Ya'ni xuddi shunaqa mana shu bizda image'lar bor edi poolingdan keyin. Endi buni image deb atash noto'g'ri menimcha, chunki o'zi bu unrecognizable set of matrices desak bo'ladi. Lekin uni tasavvur qilaylik, image 2 image. Shularga yana bitta filtr apply qilamiz. Yana bitta javob chiqadi. Keyin buni yana pooling qilamiz. Xo'p, ikkimizda nima bo'ladi? Xo'p, ikkinchi bitta narsa aytishdan chiqibdi. Masalan, bu yoqda esinglarda bo'lsa, bizda bitta rasmdan bir nechta output chiqdi, to'g'rimi? Chunki bizda aytaylik 6 ta filtr bor edi. Ya'ni bittadan 6 ta bo'ldi. Poolingda o'zgarmadi bu narsa. Lekin poolingdan keyin biz yana bitta convolution filtr qilgandik. Bu narsa уже yana ko'paydi. Chunki bizda har biriga yana 6 ta filtr qilib chiqdik. Ya'ni shunaqa bo'lib, har safar convolution ishlatganimizda bu narsada kichrayib, lekin при этом soni ko'payib boraveradi. Xo'p. Lekin oxirida infinitely dense bo'ladi bu narsa. Infinitely dense bo'lgandan keyin biz ularni hammasini olamizda, buni stringga ko'chirib chiqamiz. Ya'ni aytaylik bizda juda ham mana shu matritsani tasavvur qilinglar. Shu matritsani oldida yana ham bunaqa kattaligini kichraytirdi, lekin yana ham soni ko'paydi. Ya'ni bular juda ham uzun, juda ham ko'p, lekin juda ham kichkina matritsalar. Ularni hammasini bittaga combine qilib turib, uzun 1D array so'zda chiqiladi. Ya'ni aytaylik bizda bitta case'ga qaraymiz. Bu yerda 1, 2, 3, 4. Ya'ni xuddi shunaqa yana bitta matritsa bor, 1, 2, 3, 4lik. Va shularda millionta. Bularni oladida bitta uzun string so'zda qiladi. 1, 2, 3, 4. Aytaylik bu yerda 5 bo'lgan bo'lsa, 5, 6. Bular shunaqa bo'lib infinite matrix paydo bo'ladi. Keyin oxiri shunga qarab modelimiz qanaqa output chiqaradi. Xo'p, shu по сути весь convolution network arxitekturasi. Bu narsa har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni filtrlarning soni, convolution, poolingni kattaligi, kichirayligi, hammasini variablelar, parametrlar ularni o'zgartirsa bo'ladi. Xo'p, keyingi bilish kerak bo'lgan narsa bu skip. Такбем bilsa bo'ladi. Plus просто what humans see bu bir va what computers see bu просто o'shalar yana bitta bir bo'ladi. We have skip. Fully connected layer. Bu yerda nima deyapti? Convolution layerda buni solishtiryapti. Ya'ni oddiy traditional bizda neural networklarda, masalan, convolution layerda bizda hozir masalan matritsalar bilan ishlayapmiz, to'g'rimi? Traditional nimalarda asosan inputlar bitta liniyada bo'ladi, ya'ni 1D arrayda. Kerak bo'lsa informatsiya. Hop, convolution layer. Skip. Okay. Xuddi shu men aytgan narsalar, image bor, unga filter deb apply qilyapti. Image filter. Filters always extend the full depth. Masalan, sizda image bo'lsa, bu 2D bo'lishi shart emas, u 3D bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu image emas, boshqa informatsiya, любой informatsiya va u narsa informatsiya sizda 2D emas, 3D da store bo'linadi. 3D da store bo'lganda filtrlarda ham Channellar sonida Alo, o eshitmayapti. Javob ovoz kelmayapti. She'rda aytingchiman. Hali give up qilmadinglarmi? She'rdagi bilamaydi. Jimgina xo'rlab. bilamiz. Johir. Manimcha Brad bosyapti-yu.
You lost your connection deb qoldi. Da, ovoz kelmay qoldi. Bolalar nima bo'ldi? O'sha channellar sonini aytuvdim. Siz o'shani bera olasizmi? Ha, tushuntirdi. CIN tushuntirib o'tdingiz. CIN nimaligini. Yana tepadami? Ya, bo'ldi. O'sha dumaloq chiqgan. Okey. Ha, xullas aytganim mo'chi bo'lganim, men hozir masalan sizlarga rasmni tushuntirdim, to'g'rimi? Lekin bu narsa rasm bo'lishi shart emas. Ya'ni любой obyekt bo'lishi mumkin. Bu holda matrica obyekt. Bu holda masalan bu yerda uzunligi 32, lekin bu yerda buni qalinligi ham bor. Ya'ni qaysidir informatsiya bo'lmadan 3D model bo'lishi mumkin. Shu 3D modelda convolution layer'ga hisob tashlayotganda bu narsaga filtr apply qilmoqchi bo'lamiz, to'g'rimi? Filtr apply qilganimizda ana shu ikkalasini density bir xil bo'lishi shart. Shu. Bu narsalar men tushuntirdim tam. Apply qilib chiqyapti shu nimani filtrda. Biroz mana filtrda bizda rasm bor edi, masalan rasm bor edi va bizda filtrlar bor edi. Bu yerda işte 6 ta filtr bor ekan. Shularni apply qildi, bizda 6 ta output chiqdi. Hop. Tak, skip. Bu ham skip. Bu ham skip. Skip. Yep. Tak, bu ham skip, просто yana apply chiqyapti. Skip. Просто mana bitta narsa aytib ketay. Hop qarang, mana filtr bor. Bizda bu yerda nechta ekan? 3 taga 3 tami ekan. Hali aytgandim, stride degan variable bor. Shu stride orqali nechtaga jildishini aytadi. Masalan, bu yerda mana apply qildi. Keyingi slaydda ko'rishlar mumkin. 2 taga jildi. Nimaga 2 taga jildi? Chunki stride bizda 2. Hop, 0 padding. Hop, bizda masalan biz input qilgan narsamiz filtrga to'g'ri kelmasa, ya'ni aytaylik masalan sizda qanday tushuntirsam bo'ladi, chizadigan joy bormi? Masalan shu narsaga aytaylik, bu yerda mana 0 padding qilib chiqdi, atrofida buni nimaga qildi? Aytaylik 0 padding bo'lmaganda, qizilda qo'yib 0 padding bo'lmaganda nechta ekan? 1 2 3 4 5 6 7 ta ekan. 7 ta ekan, bizda 3 ga 3 filtr bo'lganda bu narsa просто to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Yo'q, to'xtaylik. Yo'q, men ham noto'g'ri tushunmayapman ekan. Gap unda emas ekan. Bexros 0 padding qachon ishlatiladi? Zero padding aytgan payti shu apply zero padding deydi. Bu size'da masalan image beriladi sizga, o'sha size'ni saqlab qolish uchun. O'sha size chiqish uchun. Masalan, 7 ta images bor, zero padding qo'llasa, xuddi shunaqa image chiqadi, faqat filtrlangan chiqadi. Ya'ni kichiramaydi size. Ichida rang o'zgaradimi, nima Shunday, demak, po sути sizga aytilmasa, demak, zero padding qil deb buni yo'q, qilmaysiz. Okay, common practice tag. Zero padding bu xullas shu, просто olasizlarda masalan padding qilib chiqasizlar, atrofiga nollarni qo'shib, nollarni qo'yganingizdan keyin xuddi shu просто nimani apply qilib chiqasizlar filtrni. Xuddi shu image yangidek olasizlarda apply, keyin bittaga jildirib yana bitta apply infinite over, keyin sizlarda convolutional output chiqadi qanaqa shu filtrni apply qilgandan keyin. Hop, count bu ham skip menimcha. Прям лекция skip bor. Просто yangi informatsiya bo'lmayapti. Okay. Так, filter apply to stride on, padding speed once output. Bitta mana tipa primer bor ekan, shuni vaqt beramiz. Hop, 3x filter applied with stride 1, pad with 1 pixel border, what's the output? Okay. Demak, sizlarga mana bu narsa beriladi. Qizilda outline qilib chiqyapti. Va nollarsiz. Sizlarga aytadi masalan, text side 1,
head with 1 pixel border deyapti. Shunaqa degandan keyin atrofiga nollarni qo'yib chiqasizlar. Painting uchun. Keyin mana 3x3 filter. Shuni apply qilib chiqish kerak bo'ladi. Qanday apply qilasizlar? Mana shu joyga apply bo'linadi. Ya'ni 1 ga ko'paytirilgan 0, 1 ga ko'paytirilgan 1 ga ko'paytirilgan 0. Böyle yapmayız. 1 ga ko'paytirilgan 0, tak 2 ga 0, 1 ga 0 и так далее. Bu 0 ga bu yoq. Okey, shuni hammasini to'g'ri kelgan nimasiga ko'paytirib turib, hammasini qo'shib chiqish kerak bo'ladi keyin. Ya'ni bitta kesni ko'rsak, masalan 1 ga 0 bu 0 bo'ladi, 2 ga 0 bu 0 bo'ladi, tak 1 ga 0 0, tak bu ves 0lar hammasi 0 bo'ladi. Faqat oxirgisini ko'rish kerak ekan. Tak 1 ga 0 bu ham 0, tak 2 ga 3 bu 6, keyin 1 ga 2 va bu 2. 8 bo'ldi. Hop, demak biz mana shu imagega filtrni apply qilganimizda bizda qanaqa output chiqadi? Mana shu outputni birinchi pikseli bu 8. Xuddi shu narsani bittaga jildirib turib, endi bu yoqqa apply qilish kerak. Chunki stride degani bittaga jildiramiz. Bittaga jildirib turib bu yoqqa apply qilganimizda yana xuddi narsani qilamiz. Keyin bizda qaysidir javob chiqadi shu joyga. Hop. Javohir, W ko'paytirib plus B nima bu? To'g'ri, bias qolib ketibdi. Bizga bias berilsa, agar sizlarga bias berilsa, biasni ham qo'shib chiqish kerak. Chunki avval ko'paytirasizlarda mana bu filtrni nimaga, keyin bias qo'shasizlar. Shu по сути men aytgan narsaning formulasi, to есть WX plus B. Bias hozir agar 1 bo'lganda 9 chiqadi, to'g'rimi? To'g'ri, bu yoq 9 bo'ladi. 9mi yoki har bittasini ko'paytirganda bias qo'shaman. Masalan, 1 0 ko'paytirdim, 0 chiqdi, keyin bias qo'shaman, 1 bo'ladimi? Menimcha Adashmasam ko'paytirib bo'lgandan keyin qo'shish kerak menimcha. To'g'rimi? shunday ko'paytirib bo'lgandan keyin oxiriga qo'shasiz. Convolution layer. Shuni to'ldirib chiqaydimi, tez bo'lsa kerak. 8 bo'ldi. Yo, bo'ldi, men pastda yozgan. Tushundiram, bo'ldi, okey. Bias qilib qo'shar ekan. Convolution layer. Tak xullas mana просто men aytgan narsani qilib chiqyapti. Mana bittaga jildirdi, hammasini bir-biriga, masalan 1 ni 0 ga ko'paytiryapti, ko'paytirib chiqib turib, hammasini qo'shdi, 10 chiqdi. Ya'ni xuddi narsa shu joyda ham bo'ldi, 10 chiqdi. Hop, endi oxirgi skip qilardi. Shu output yo'q chiqdi. Xullas ko'rishlar mumkin. Ancha kichraydi. Javohir, qarang shu yerda 8 da pastdagi 6 bor-ku. Aha. O'shani qanday 6 chiqadi shu yerga? Bitta pastga tushganda 6 chiqmadi menda. Mana bu joyda 6 chiqmadimi? Da hisoblab ko'ring. Hop, 2 ga 2 4, tak o'shamiz 1, keyin 0 0, 2 1. 6 8 irosdan ham 8 chiqyapti. 4 chiqadi, 4. Qarang. Sizda polni 0 bo'layotibdi. O'rta bilan pasti va yoni. Faqat tepadan ikkita qolyapti chapda. Yo'q, qarang. To'g'ri 4 chiqadi. Qarang, Javohir, pastdagi filtrga takka chiqish kerak. Qarang, 2 ni ko'paytirdi. siz bo'ldi, bir to'g'ri. hisoblayapsiz uni. Ammo boshqa. 2 ga 1 ni ko'paytirdi. 2 bo'ldi, to'g'rimi? Keyin mana 1 ga 1. Keyin yana bitta 1. 6 7 8. Men uchun noto'g'ri hisoblagan. Endi olam Bias. kechirasiz, xato qo'yibdi. Bias yo'q, bias. Bias 0. Demak, xato bo'lsa kerak balki. Oxirgisini qaraylik. Oxirgi to'g'ri chiqqan lekin shunisi to'g'ri. To'g'rimi? Ha, Bo'ldi, shunisi bo'lsa, demak, просто shu joyda xato ketgan ekan. Hop, convolution layer explanation input. Mana shu savol tushishi mumkin. Tak. Output volume so'raydi. Input volume 32 ga 32 33, ya'ni width, height and density. 10 ta filter, har biri 5 ga 5. With stride var.
padding 2, ya'ni ikkita padding qo'shish kerak, ikkita nol qo'shish kerak. Output volume so'rayapti. Bunga formula bor edi. Tak W minus minus f minus minus f f plus plus 2p 2p bo'lingan bo'lingan s s. plus 1 Hop. W bu mana bu 32. Ya'ni siz input qilayotgan narsangiz. F bu filtr, mana bu 5 ga 5. 5 ni olasiz. Plus 2p. P bu padding, padding 2. Tak S stride bizda 1. Keyin просто 1 bu konstant. Hop, necha bo'lyapti? 32 minus 32 minus 5 plus 2 ko'paytirilgan bo'lingan stride plus 1. Hop, 32 minus 5 bu 27. 27 plus 4 bu 31. 31 1 32. Aslida formula bo'lishi kerak. Javohir nimaga o'nni ishlatmadik? O'nta filtr degandek. Bilmadim, shunchaki formulada yo'q, kerak emas menimcha. Lekin boshqa formulada kerak bo'ladi. Parametrlar sonini so'raydi pastda. Hozir. Mana, number of parameters so'rayapti. Mana shu joyda kerak bo'ladi. Buni formulasi esimda yo'q. Hozir ko'ramiz. Ha, 5 ga 5 ni ko'paytiryapti. Uni 3 ga 10 ga. Ya'ni density ko'paytirilgan filtr ko'paytirilgan shu 10. 10 bu number of filters. Buni qanday yozish desa bo'ladi? Deb bo'ladi. Hashtag filter qilsak, number of filters qo'ysa masalan. Stride ham qo'shdi. Ko'paytirishdan oldin. Ma'da, to'g'ri. Shu yerdan 10 ishlatiladi. Pastda formula berish kerak. Mana formula bor ekan. Shuni chatga tashlayveraymi? Shuni yodlab olish kerak. Полный slayd tashlang. Emas, slaydni o'zini. Shuni deysizmi? Nash page. Hop, bular shunaqa. Birinchisi bu output number uchun, ikkinchisi bu parameter number uchun. Output size uchun. Number of parameters and key devices. Okay. Böyle уже yarım saat kesip tez aşık kerak. Pooling layer explanation, pooling max representation small. Yani pooling, hala kendi max pooling просто shuni tushuntiryapti, nima kerak degan. Smaller and more manageable xullas. Tak. Men aytgan narsa, то есть max pooling просто shu yerda eng kattasini oldi bo'ldi. Pooling explanation, pooling layer explanation, okay. Yana formulalar, shuni yodlab olish kerak. Kechaginaqa ESDga o'sha faqat nimalar tushsa, formulalar tushsa. Let's say we put the limits to happen with special extent in the slides which will further sample. Number of parameters here. Yo, to'xtang bu. Buni men ham bilmas ekanman. Kecha skip qilib. Hop, tugadi. Отлично. Keyingiga o'tamiz. Lightweight CNN. Lightweight. Lightweight convolutional network. Bu yoqda asosan nimani tushuntiradi? Biz convolutional network hisoblayotganimizdek ko'rdilar. Agar bizda image juda katta bo'lsa, tam full HD image ni training qilayotgan bo'lsak, nechta piksel bor? 1000 ekran ko'rmay qoldimi? Ko'rinmayapti. Voy. Hali ham 901 deep learning slayd turibsiz sen endi. Ana endichi. Endi ishladi. Hop, nima deyapti mana? Ya'ni bizda CNN juda katta bo'lib ketishi mumkin. Va uni parallel qilish iloji yo'q. Shuning uchun qanday parallel qilsa bo'ladi? Bu bo'lib chiqish grouping. Hop. Bu primerda aytaylik, chizishni qo'yadi, yo'q. Mana shu 2D matrica shuni image deb tasavvur qilsanglar,
bu yoqda yana density. Bu yoqda yaxshiroq tushunish uchun densityni juda katta aytiribdi. Xullas, dan shu convolution network inputimiz. Bu esa filtrimiz. O'sha hammasi filtrlar. Nechta ham filtr bor ekan. Hop. Просто patching bilan example. Mana grouping. Hop, gap nimada? Masalan, bizda filtrlar bor. Hamma filtrni density'sini ikkiga bo'lib chiqdi. Ya'ni bizda уже 6 ta filtr emas, endi 12 ta bor. Lekin при этом inputlarni ham ikkiga bo'lib chiqdi. Ya'ni bizda group 1 of filters apply to the group 1 of input and group 2 of filters apply to the group 2 of filter. Bu birinchidan efficiency oshiradi. Ikkinchidan bu narsani parallel qilsangiz bo'ladi. Ya'ni по сути, aytaylik bitta klaster qilasiz. Bitta klasterga sizda qanaqadir input bo'lsa, siz uni olasizda, sizda ikkita GPU bo'lsa, ya'ni bittasiga sizga input 1 ni jo'natasiz, bir ikkinchisiga input 2 ni jo'natasiz. И при этом, ya'ni bittasida hamma filtr 1lar saqlanadi, ikkinchisida hamma filtr 2lar saqlanadi. И oxirida nima qilasiz? Просто mana bu outputni, aytaylik qaysidir matrica bo'lsa, ikkinchi outputga bunday qo'shib qo'yasiz bo'ldi. И при этом menimcha efficiency originalniy CNN bilan zo'r bo'lmaydi, lekin adashmasam почти 90% bir xil. То есть и при этом siz parallel qilib tam ko'p CPU larga bo'lib olishingiz mumkin outputni. Processing power. Hop. Tak, xullas bu nima? Esdan chiqdi. Grouping 2. Grouping 2 degani просто shularni ikkiga bo'lib chiqamiz. Bu narsa ko'p bo'lishi mumkin, lekin 2 ni darajasida bo'lishi kerak. Ya'ni group 2 bo'lishi mumkin, 4, 8, 16 va sizni nimangizga qarab. Inputingiz va filtringiz kattaligiga qarab. Hop, mana bu primerda grouping уже 8. Bu degani bizda input mana filtr 8 ga bo'lingan va bizni inputimiz ham 8 ga bo'lingan. Ya'ni har bir asosiy har bir inputni layerida o'zini filtr bor alohida. Mana shu layerga bu filtr, bu filtrga bu layer hammasini apply qiladi-da va shu joyga qo'shib chiqadi. Teknoloji SNM'siz. SNM just batch numbers tak anaqa mini batchlarda aytyapti. To есть juda katta batch olsangiz, sizni CNNingiz confused bo'lishi mumkin. To есть nima o'rganayotganingizni tushunmasligi uchun. Shuning uchun siz общий qilmasdan, ya'ni mini batchlarga bo'lib, randomli mini batchlar olib, shular datasetni o'rgatishingiz mumkin. Entire dataset is randomly divided into n batches without replacement. Without replacement, each with a mini batch. Each with a mini batch. Hammasida mini batch bor. Like for the ice batch, standardized data distribution within the batch using the formula. Formula bilan shu formula ishlatib standardize qilyapti, чтобы hammasi bir xil bo'lishi uchun. Так, scale sheet, standardized data, but menimcha bu уже not important. Xullas shu. Left together. Endi следующий o'tamiz. Savollar bormi, savollar? Object detection. Lightweight'dami? Lightweight'da bilmadim qanaqa savol tushishi mumkin, to'g'risi. Просто bilib qo'ygan yaxshi menimcha. Nimasi beneficial desa kerak buni ishlab, muammoni ishlash buni. Da, bo'lishi mumkin. Benefitlar nima deydi menimcha? Eng anaqasi. Tak, object detection ko'rinyaptimi ekran? Hop. Object detection, ya'ni просто shu hop biz endi image'da nimasini ishlatgandik, CNNda. Aytaylik masalan CNNda classification uchun yoki
boshqa narsalar uchun obyekt to object detection, ya'ni qaysidir sizga rasm berilsa, siz именно ana shu rasmdagi qaysidir obyektni exact location topishingiz kerak. Tak, skip. Tamam, mana bu narsaning nomi bounding box. Mana shu bounding boxni orqali именно siz shu itemingizni topishingiz process nomi image localization. Also because image localization program version set of images and files of present image. Okay, skip. Albatta, просто masalan shunaqa savol tushishi mumkin. Classification bilan detection farqi nimada? Classification siz просто masalan sorting qilasiz. Sizga masalan image beriladi, siz ana shu image qaysi klassga, toifaga doirligini detect qilishingiz kerak. Detectionda siz именно ana shu imageda qaysidir object qayerdaligini detect qilishingiz kerak. Kerak emas. Xo'p. Siz detect qilganingizda siz именно qanaqa output sizdan kutadi? Seni. Naоборот, seni sizga qanaqa output beradi deyishim. Xo'p, sizda image bo'lsa, koordinatalar reverse bo'ladi, ya'ni x normalniy, y esa pastga qaragan. Koordinatasi esa bu ana shu sizni bounding boxingiz o'rtasi bo'ladi. Bounding boxning o'rtasi, ya'ni bx, by mana shu joyda. Keyin sizda yana ikkita variable bo'ladi. Bu bh va bw, bu vusata va anaqa uzunlik va qalinlik bo'ladi. Width bo'ladi. Da xullas. Endi. Hop. Target label. Ya'ni sizga seni nima chiqaradi? Mana shu narsani y teng shu variablelar. Bular nima? Xo'p. Mana bu narsani siz define qilasiz. Ya'ni imageda nima narsani izlayotganingizni o'zingiz define qilasiz. Ya'ni bu yoqda masalan biz qidiryapmiz pedestrian, car, motorcycle, background. Background default. Background hamma rasmlarda bo'ladi. Ya'ni siz odam izlayotgan bo'lsangiz rasmlardan. Sizda birinchisi odam bo'ladi va ikkinchisi просто background. Hop, bu narsalar uchun spesialniy nima bor? Variable. Pedestrian bu C1, car, motorcycle. Background yo'q, chunki mana bu narsa bor. PC bu nomi nima edi buni? Esimga tushib qoldi. Bilin, qayerda yozilgan. Xullas, bu rasmda shu 3 ta narsa qidirayotgan narsangiz qaysidiri bormi yoki yo'qmi? Shu PC na output. Masalan, bu yoqda mashina bor, shuning uchun PC 1. Bu просто пустой background, shuning uchun PC 0. Nimaga background uchun C1, mana bu yerda C1, 2, 3 pedestrian, car, motorcycle lekin background yo'q? Chunki agar sizda background yo'q bo'lsa, уже C1, 2, 3 ni foydasi yo'q. Shuning uchun по сути background uchun variable mana shu PC deyishimiz mumkin. Hop, bx, by bularni bilasizlar, aytdim bh, bw. Okay. Hop, bu yerda loss functionlarni formulasi beribdi. Ya'ni y xullas shu birinchi y-dan ikkinchilikdan aytyapmiz. Ikkinchisi bu nima? Ikkinchisi bu bizni test set, ya'ni biz oldindan determine qilganmiz qayerda obyekt borligini. Balki вручную, balki dataset. Bu bizning modelimiz outputi. Biz nima qilyapmiz? Biz aryapmizda square hammasini qo'shib chiqyapmiz. Просто mean square error topyapmiz. Lekin bu agar PC 1 bo'lsa, ya'ni background true va rasmda nimadir bor. Agar background 0 bo'lsa, shunchaki y1 minus y2 y kvadrat. Все. Biz y-imiz bu case'da menimcha просто 0 bo'ladi. Shuni ham yuribadi shuni. Object detection, landmark detection.
Так, bu kesda уже landmark detectionda siz просто rasmdagi pointlarni topasiz. Shularni detect qilib, analyze bu faqat informatsiya berilmagan, просто aytib ketgan. Xullas, shu landmark detection bu уже bounding box emas. Mana shu определенный точкаlar topyapsiz rasmda. Object detection, card detection example. Hop, card detection bo'lyapti bu. Hop, sliding window detection. Bu yoqda nima qiladi? Bu yoqda adashmasam rasmni mana shu kvadratlarga bo'lib chiqadi. Bo'lib chiqqandan keyin qaysi birisi mana shu mashina topilsa, shuni topildi deb output qiladi. Lekin bu yoqda minus bor. Nimaga? Chunki ko'rishingiz mumkin. Masalan, bu yoqda mashina yaxshi detect qilinmagan, shuncha wasted space bor. Ozgina chiqib ketgan. Shu gap shu. Bu edit qilinmaydi, ya'ni просто rasmni kvadratlarga bo'lasiz, qanaqadir kvadratlarga, keyin qaysi kvadratda mashina bo'lsa, shuni output qilib qaytarasiz. Juda ham not accurate, not too accurate. Hop, qanchalik modelingiz yaxshi ishlayotganini bilish uchun mana shu intersection over union ishlatiladi. Ya'ni masalan, bu yerda ko'rsatilgan, aytaylik, qizil bu bizda datasetda berilgan to'g'ri javob, sariq esa bizni modelimizni guess of our model. Keyin mana shu ikkalasi determine qilinadi, o'rtasidagi shared area topiladi. Size of our shared area and the size of not shared area. Asosiy bu yoqda or funksiya deyishlar mumkin. Bu yoqda esa xor bo'ladi. Yo'q, xor emas, nima edi? Menimcha to'g'ri xor bo'lishi kerak. Ikkalasini bo'lyapti. Corrective union is more than 0.5. Bu logika shuni ishlar mumkin. Просто xullas shu ikkala area to'g'ri keladigan joyi общий areadan 0.5 dan katta bo'lsa, ya'ni bizda o'sha korrekt hisoblanadi. Javohir, makrajda точно ikkalasiga shared bo'lmagan joy olinadimi yoki общий olinadimi? Mana bu ikkala formulani aytyapsizmi? Ha, makrajiga. Yo'q, pastda size of anaqa not shared area menimcha pastda. Chunki not shared area kichkina bo'lsa intersection over union birdan katta bo'lib ketadimi? Da, общий ekanda. Ya'ni bu yoqda deb o'ylabman. Adashib. Bu yoqda end qilib olishimiz mumkin. Bu yoqda esa or bo'lyapti. Da, shunday. Точно? Da. Chunki masalan bu primerda ham xullas mana shu nima parametr emas. Formula 1 ga teng bo'lsa, bu degani ideal deganda, ya'ni mana shu ikkalasi idealga to'g'ri keldi. Agar qancha kichkina bo'lsa shuncha yomon. Agar shu case haqida o'ylasak, menimcha to'g'ri yozilgan, chunki bu logika. Qanchalik bir-biriga to'g'ri kelsa, shuncha teng bo'ladi. Union or bo'ladi. Da. Shuni ham tashlab object detection, non-max operation, non-max operation. Hop, bizda agar bitta the same objectni qayta detect qilgan bo'lsak, mana shu narsa bor, non-max operation degan. Bu shunchaki eng katta, eng zo'r guessni qoldiradi, qolgan hammasini chopadi, bo'ldi. Shu narsani nomi non-maximal suppression. Qirq volt yozilishi kerak. Hop, two main categories of object detections. Object detection ikkita kategoriyasi bor. Bu RNN va YOLO. RNN nima? Birinchi generate region proposals. Approximate regionlarni generate qiladi, ya'ni qayerda bo'lishi mumkin bo'lgan narsani. Keyin classify qiladi, ya'ni bu regionda aslida nima borligi va refine bounding boxes. Ikkinchi bounding boxlar faqat approximate bo'lgani uchun shularni yaxshilaydi.
ya'ni two step, too complex, too much time, very slow, but very accurate. YOLO bor. YOLO bu hamma narsani bitta neural networkda qilishga harakat qiladi. Ya'ni bu qayta har xil steplar qilmaslikka. Juda fast, very efficient, but less accurate. Hop, mana biz rasm bor. Rasmlarda anchor boxlarga bo'lib chiqdi. Ya'ni biz bitta rasmni olamizda shu rasmni asosiy yana har xil kvadratlarga bo'lib chiqamiz. U kvadratlar bir-biri bilan intersection bo'ladi, tam har xil uzunlik, har xil width, har xil kattalik и так далее. Xullas, oxirida qaysi birisi zo'r bo'lsa shuni qoldiramiz. Ikkovini adjust qilamiz. Mana mashina bordi, oxirida shu qoldi. Faqatgina shu. Lekin shu filtrlarda ham faqatgina eng yaxshini qoldiramiz. Using non maximum suppression. Non maximum suppression haligi edi. Eng qaysinisi eng zo'r bo'lsa, shunisini qoldiramiz. Hop, mana shu bilan faqatgina mana shu fioletovis qoldi, qolgan hammasi chopildi. Endi nima qilish kerak? Endi calculate bounding box coordinates. Bizni modelimizning outputi mana shu YOLO deyiladi. Hozir biz YOLOni ko'ryapmiz. YOLOning outputi not standardized. Ya'ni bu yerda по сути bizga koordinatlar berilmagandi. Shuning uchun endi biz uni normalization qilib, mana shu bx, by holatiga keltirib olishimiz kerak. Mana shu formulani ishlatamiz. Buni screenshot olish kerak. Mana böyle tushuntirish bor ekan. Bizda изначально YOLO modelini outputi mana shu. Lekin biz именно qaysi obyekt qayerda detect bo'lganini bilish uchun shu formulani ishlatishimiz kerak. Tak biz mana txt, thtw shularni qo'yib chiqyapmiz. Mana shu sigmoidga, endi cx bu eng yaqin desam bo'ladi. Anchor boxlar bo'lingan, mana bo'linib chiqqan. Men tushuntirib o'tirishni nimasi yo'q bu yerda, shunchaki mana ko'rishlar mumkin. Bizda fioletovi bizning gesimiz, shu pH ni nimasi height, pw buni qanchalik nimaligi, qalinligi, tam cx bu adashmasam mana shu biz eng yaqin anchor box, ya'ni mana blue narsani ko'ryapsizlar. Shu narsani uzunligini eng yaqini topyapti. Bu yerda esa cx bu ana shu width, ana shu blue boxning eng yaqin bizni o'ng tarafdagi tepadagi burchak. Hop, shu formulalar bizda oxiri mana shu nimalar topiladi. Big pw. Bu yerda reverse narsa ko'rsatilgan. Agar teskarisiga sizga berilgan koordinatlarni siz bounding box koordinatlarini teskarisiga mana shu YOLOni nimasiga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, standard of the YOLO shu formulani ishlatish kerak. Ya'ni по сути mana shu narsalarni teskarisi. Bu narsa nima kerak? Siz masalan training qilayotganingizda sizdan qanday qilib cost functionni calculate qil deyish mumkin. Shuning uchun siz prosta masalan mana shu mashinani detect qil desa, siz mashinani koordinatalarini olasizda, mana shu YOLOni standartiga o'tkazasiz. YOLOni standartiga o'tkazganingizdan keyin ya'ni model sizga juda ham ko'p guesslar beradi. Aytaylik 100 ta guess bersa, ular mana shu formatda bo'ladi. YOLOni o'zini formatida. Shularni ham ayirib, cost function ishlatib qanchalik yaqinligini topish uchun shu narsa qilamiz.
tezlash kerak. Pedestrian car, motorcycle. Pedestrian car. Number of anchors, box coordinate, and number of classes. Ya, просто output aytyapti. Xullas, bu yoqda masalan siz rasmdan nima kutyapsiz? Rasmdan siz pedestrianni kutyapsiz, carda motorcycle. Ularni bor yo'qligini aytishingiz kerak. Chunki har bir outputingizda aytaylik, mana shu rasmda car bor, pedestrian bilan motorcycle yo'q. Shuning uchun output shunaqa. Ya'ni bu yoqda 0, bizda yo'q nima motorcycle. Car ham yo'q, mana bu yoqda ko'rish mumkin. To'xtab yoqda faqatgina ikkita berilibdi. Bu mana просто yacheyka kichkinaligiga berilgan bo'lishi mumkin. Biz klasslarni 3 ta xullas. Output qilganingizda shu narsa 3 marta dublироваться bo'ladi. Ha, mana shu narsa. Ya'ni uzun qanaqadir vektor, mana shu vektor masalan bizdan 3 ta klass kutilyapti, car, motorcycle. 1 marta dublироваться qilasiz, 2 marta, 3 marta. Uchalasi ham bittasi pedestrian uchun, bittasi car uchun, bittasi motorcycle uchun. Mana shu nimani output modeli. Bular yana yarami bor ekan bu senda. Anti-multi-scale object detection, issues. Skip. Mana odam bilan mashina kerak. Output anchor box 1, anchor box 2, ikkita input mana. Bu yoqdan bo'lingan va bu yoqdan bo'lingan. Bittasi odam uchun, bittasi mashina uchun. Hop. Hali aytgandim. Hozir biz masalan yo'lni ko'rdik. Endi RCNN bor. RCNN nima? Bu yoqda bitta mana shu model detection har xil qismlarga bo'lingan. Ya'ni avval biz algoritm ishlatib biz kerak bo'lgan narsalarni предположительный koordinatalarni topib olamiz, approximate. Keyin CNN orqali o'tkazib yuboramiz. Bu rasmlarni yaxshilash uchun, bounding boxni yaxshilash uchun. Hop, not important. Hop, biz approximate location of objects jo'natganimizdan keyin bizda CNN orqali o'tkazamiz mana shu locationlarni va rasmni. Bizda shunaqa narsa qaytadi. Bu nima? Mayli, mana shu narsa qaytadi. Ya'ni dx koordinatasiga adjustment, dx degree koordinataga adjustment, height va width. Bounding boximizning uzunlik va qalinligiga, eniga adjustmentlar. Ya'ni CNN просто editlarni qaytadi. Mana shu editlarni ishlatib bx, bylarni update qilamiz. Mana shu update formulalari shuni tashlash kerak. Bat gruppadan olib ketdi. Define the offset for training. Oldinga tushadi deganmidilar, oldinga. Mana ondis. Yo, midtermdan oldingi mavzular tushmaydi. Menimcha tushmadi. Hop, yana bitta bor. Slow RCNN. Slow RCNN nima? Bu yerda avval siz rasmni olasizda, CNN orqali o'tkazib yuborasiz. Ya'ni bitta filtr orqali. Ya'ni esingizda bo'lsa, CNNda filtr bor. Ana shu filtr orqali o'tkazganingizdan keyin sizga qaysidir matrica output chiqadi. Endi bu yerda biz ana shu matrica outputni endi algoritm orqali yurgizamiz. Keyin ana shu algoritm bizga approximate location topib beradi. Shu approximate location topib bergandan keyin biz yana CNN orqali yurgizib boramiz. Keyin u CNN
adjustment qaytaradi. Ya'ni ana shu dx, dy, dw yana keyin ana shu adjustment orqali biz bounding boxni edit qilamiz. To'plangan rasmni olyapti, convolution network orqali yurgizib olyapti. Yurgizgandan keyin bizda qaysidir convolution layer chiqadi. Convolution layer crop and resize keyin CNN orqali yurgizib olyapti. CNN bizga keyin qaytaradi box offset. Box offset nima? Box offset ana shu editlar, ya'ni mana shu kvadratlar o'z aslida qanaqa bo'lishi kerakligini qaytaryapti editlarga. Так, правда, сравнение просто. Eng yomoni arsenin, keyin slow arsenin, keyin fast arsenin. Lekin bitta narsa bor. Professor slow arsenin deb chaqirayotgan narsasi aslida fast arsenin ekan. Internetdan ko'rdim. Fast arsenin deb chaqirayotgan narsasi edi, bu faster arsenin ekan. Shunga shunaqa gaplar. To'g'ri aytib qo'yapman, balki ekzamenda kerak bo'ladi. Nega yo'qligini yaxshi bo'ldi. Dash. Endi bitta RNAni такой klassini tushuntirib tashlaysiz bitta. RNA skip ketamiz. Nega? Ya, Asosiy o'sha-ku. Ani bering, baroq shunisi kerak. Tak, Misol tushadigan joylari yo'qmi, Javohir? nima deysiz? Misol tushadigan joylari. Shunda men aytgan narsa barog'ida bordi, professor tashlab bering kanalga. Yo'q, shunga qarab keting. Davay, go. Yoki qaytarmadingizmi Javohir? Farqi yo'q. Arsen bir qarab chiqimgacha menimcha bilsam kerak. Tak normal bo'ldi. Amalga Professor ko'p narsa bermayapti lekin professor. Internetda o'rganishga to'g'ri keladi. Yangi. Go bo'lmasa 12. Hozir. Rosa kubaq olyapti deb skip qilyapsiz ularni. Tak, professorning notida rostdan ko'p ekan, lekin nimalar? Qayerdan keldi bu formula? Prosta prof formula yozganda, tipa qayerdan kelganini yozganda, lekin misol bermaganda, mana shu men prosta RNNni neural network tuzish structure'ini bilmayapman. Qanday qilib keladi, sequence'ini bilmayapman-da. Masalan, qarang. Mana shunda shunaqa o'zi to'ling slayd. Bu boshqa narsa bu. Oddiy network. Xo'p, hozir sekin boramiz, qarang. Oddiy neural network nima minusi bor? Bu narsaning pamyati yo'q. Ya'ni neural network prosta input oladi, input chiqaradi. Bo'ldi. No memory. Shuning uchun bizga RNN kerak. RNN tiplari one to one, one to many, many to one, many to many, prosta many to many. Prosta bilib qo'yinglar, agar savol tushib qolar, ya'ni RNNda many to many bormi deb. Bilmadim. RNNda hamma yo'q bor. Okay. Eshitolmadim. Meni to meni ham 2 xil bor deyman. Nima deysiz? Men to meni 2 xil bor. Meni ham 2 xil bo'lmaydi. Da. Farqini bilmagan ekan men to'g'risi. Prosta borligim. Xo'p, keyin narsa bildim. Xo'p, gap nimada? Ya'ni bizda bu yerda inputlar bor. Sizdan so'rash qanday bo'ladi? Shuni beramiz, lekin gap qanaqa bo'lishi? Prosta slaydlarga o'tib. Tak. Demak, har bitta input o'zining outputi bo'lar ekanda. Ya'ni bizda inputlar bor. Inputlarimiz mana shu har bir RNN chegasiga input bo'ladi. Output bor. Lekin output bo'lgandan keyin, u calculationdan keyin bu narsa keyingi state'ga ham qaysidir memory o'tadi. Bu narsa eshitda saqlanadi. Hozir keyingi slaydlarda bor. Men aytmoqchiman, ya'ni keyin calculationga ta'sir qilmaydi, prosta qiymati saqlab qoladi. Qiymati keyingi nimaga bu yoqda bo'lgan calculationga ta'sir qiladi-ku keyingisiga. Formada ko'rmadim-da, y-ni boshqa y-larga ta'sir qilganini. Hozir. Chunki adashmasam bu case'da main to many bo'lyapti, to'g'rimi? Shunday. Demak, hammasini o'zining outputi bor. Agar many to one bo'lganda edi, okey. Xuddi oddiy neural networkga o'xshab. Masalan, sizda 4-5 ta
inputingiz bor va bitta output chiqadi. Yoki ikkita output chiqadi. Hop, qarang. Tak, we can process frequency variable by variables all to the state. Tak, mana shu. H bosuvchi bizni memoryimiz. Shu H da memory saqlanadi. Some function, qaysi function beriladi, menimcha tana H bo'lsa kerak, скорее всего. Da. Old state, ya'ni bizdan bitta oldingi state, ya'ni bizda masalan bu yoqda qaysidir H bor, lekin biz mana shu kalkulyator qilayotganimizda biz eski H ishlatamiz. Bitta oldingini. Input. Bu yoqdagi inputimiz. Ya'ni biz по сути inputni ko'paytiryapmiz memoryga. Inputni ko'paytiryapmiz memoryga. Keyin qaysidir activation function olyapmizda, shu bizda yangi memory bo'ladi. Keyin shuni dash beraveryapmiz. Outputimiz esa просто ana shu bizdagi current memoryda activation function ishlatyapmizda, shu activation functiondan keyin output bu по сути bizni modelimizni qaysidir outputini qismi y3. Hop. Mana men aytgan gaplar. H0 o'ylab ko'ryapman. H0 qayerdan keladi, Yuhrus? Randomly, to'g'rimi? Yo, beradi. Beradimi? Menimcha darsda lekin seed ishlatganlik, to'g'rimi? Randomly generate qilish uchun seed ishlatganlik menimcha. Buni esimda yo'q. Просто visual version bilan uchun xuddi Bayes bergandek-da. Okay. Demak, buni ham hiperparametr deb nima qilamiz, qabul qilamiz. Ya'ni o'zi bu yerda inputlar nima degan savol bor. Просто x, masalan x1, x2 bu, masalan, kino bo'lishi mumkin yoki qo'shiq bo'lishi mumkin. Ya'ni anything that is time based. Ya'ni x1 and x2 is the same thing but was just in different time. This is the sequence. Shu narsani input qilyapmiz har bir RNNga. Shu calculation bo'ladi, bu yoqda calculation h f qaysi funksiya tan h orqali yurgizib yuboramiz bir marta. Yana bitta nima bor? Buni ishlatib keyin biz output qilamiz. Keyin h'imiz keyingi state ko'tadi. Keyin do так далее, do until the end. Tak kerak emas. Bu yoqda shunchaki formulalar berilibdi. H bizning shu memorymiz, har bir memory. Yangi memory is equal to old memory and current input applied some function. In this case, our function is tanh. Bayesdan esdan chiqmasin, bolalar, Bayes ham bo'lishi mumkin. Bu outputimiz h. Okay. Bu yerda bilishim bo'yicha RNNda bitta weight beradi-ku, o'sha weight hammasini satr qilar ekanda. Shunday bo'lyapti. Ya'ni o'zgarmaydi. Masalan, H1 uchun ham, H2 uchun ham bitta weight. Ya'ni update bo'lmaydi hech qachon. Endi har xil iterationda har xil weight qo'yishingiz mumkin, lekin atak bitta weightimiz global bo'lyapti. Da, shuni. Har bir qismida bitta weight bo'ladi. Tak, mana bularni endi nima aytishim mumkin bo'lsa, shu mana inputimiz qaysidir funksiya apply bo'ladi. Apply bo'lgandan keyin bizda h1 bo'ladi, ya'ni bizdagi hozirgi memory. Bu memoryni yana qaysidir activation function orqali ishlatib output ko'ramiz. Keyin keyingi state ko'tadi. Keyingi state'da shu memory ishlatib, ya'ni mana shu formulalarni ishlatilyapti. Shuni tasavvur gruppaga balki kerak bo'ladi. Demak, har bitta stepda har qancha activation function ishlatilishi mumkin. Umuman olib qarasa. Har xil stepda har xil activation function deysizmi? Da. Chunki bu yerda f w deb ketganda, masalan, biz holatimizda adashmasam ekzaminda по-любому tanginisi beradi, shu tani ichida beradi. Agar umuman olib qarasa, har xilini ishlatish mumkin. To'g'ri.
Shu savolni berishgandi lekin profga. Blin, esimdan chiqib qolibdi. Nima javob bergandi? Menimcha mumkin degandi. Har bir funksiya Qani o'zi haqida. yozib ketardida именно taniychi yoki именно bitta ishlash kerak edi. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, siz hozir savolingiz masalan bitta keysni olsak ham har xil stepdagi f har xil funksiya bo'lishi mumkin deyapsiz, to'g'rimi? Da, shunday. Sigmoid Menimcha prof degan. Lekin adashyapmanmi? Bir clarification qo'yish kerak bo'ladi keyin. Lekin скорее всего mumkin. Computational graph many. L nima edi bu yerda? U yana chiqyaptimi voydan? Просто bizda har xil inputlar, outputlar nimasi, ya'ni partlari, shularni просто combine qilyapti bitta kattaga. Qanday combine qiladi? Formula yo просто sammi? Menimcha har bir case uchun unik bo'lishi kerak. Masalan, musiqa bo'lishi mumkin, kino bo'lishi mumkin. Bitta dataset qilib bir bola list qilib olasizda. Stock price, nimadir shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Okey. Bu yerda to'g'ri. Bu many to many, tak many to one. Ani meni tuan qizg'in. Buni formulasi boshqa bo'lsa kerak. Formulasi qaysi sanadi? Hozir formulasi hammasi bir xil ko'rib chiqdi. Chunki bu yerda har bitta x uchun har bitta bay keladi, to'g'rimi? Bitta konstant bayda ishlatasiz. Bu yerda hozir siz hamma h'larni yig'ishingiz kerak-da bitta bay uchun. Men shunday tushundim endi, bilmadim balki noto'g'ri. Agar formulaga qaragan bo'lsangiz, bunaqa berilmaganda hamma h'larni qo'shadigan. Uni clarification qilamiz. Rostdan ko'p narsani men o'ylab ko'ryapman. Просто shu slaydlarni bir ko'rib chiqdim, to'g'ri computational graph to many to many. Menimcha yangi narsa yo'q. Bu skip computational graph to many. Yangi narsa yo'q, bu ham skip. Просто равно процесс bo'ladi, xohlasangiz. Yo'q, aytgancha bu yo'q. Tak, BKga tayyorlanishim kerak, tezlashtirib. Hop, tak, bu yerda nima deyapti? Agar one to many bo'lganda case'da, ya'ni bizda RNN'da ko'rishingiz mumkin, bizda ko'p state'lar bo'ladi, bu aniq 100%. Ya'ni bitta state qilamiz. Shunda nima qilish kerak? Bizda keyingi inputlarimiz shunchaki 0 bo'ladi. Vaqtinchalik. Bu unaqa nimaga vaqtinchalik? Inputlarimiz bu. U shuni beryapti. Bu H emas, bu просто inputlarimizda. Tak, bu yerda yangi narsa yo'q. Hop, problemalarni aytyapti. Problema nimada? Exploding and vanishing gradient problem bor. Ya'ni bizda bu case'da ko'rishingiz mumkin, ya'ni har bir weightimiz adjusted emas. Har safar weight bir xil narsa. Shuning uchun mana shu nimadan o'tayotganda tak o'tmayapti. O'tadi skip qo'ydim. Boshqa ham gaplashadi. Keyin qaytib kelamiz. Hop, what's the exploding gradient? Mana shu weightlar har safar mana shu narsadan o'tayotganda bizni valyuemiz kattaya boradi. H kattayadi. Oxiri juda ham katta ketishi mumkin. Tak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. It will be too big. Shu problema. Keyin shu narsa nabrot ham. Tak, huge number. Tak, men aytgan narsa bir xil, просто it will be too huge. Huge number, okay. Degan v kichkina bo'lsa vanishing bo'ladi degan, katta bo'lsa exploding degan. Okay. Bu yoqda bo'lib turibdi. Bu yoqda aytilyapti, one way to prevent the exploding gradient problem would be to limit WH to value less than 1. Lekin unaqsa boshqa problem bor. Vanishing gradient problem bor. Ya'ni уже WH kichkina bo'lsa, unda boshqa narsa bor. Ya'ni u har iterationda sizga H valuesi kichaytirib boraveradi. Oxiri u shunchaki kichkina bo'ladiki, u it will just be stuck. Qimirlamay qoladi. Shu ham problem bor. Xullas, shu menimcha bu formulalar tushmasa kerak, chunki bu bilmadim qanday primer ishlatish mumkin, chunki bular skip qo'yiladi. Shunchaki shu problem, vanishing gradient and exploding gradient. Misol bermaydi. Menimcha yo'q, chunki qanaqa misol berish mumkin bu narsaga? Bilmadim, men beradi o'ylab, men GPTga berib, qarshi misol ber dedim. Misol berdi, keyin o'shani yechib chiqdi.
bilmem qanday aytadi masalan calculate the number of X inputlarni patients. beradi, X0'ni beradi, Y'ni beradi agar back propagation bo'lsa. YW'dan BW'ni beradi. Bu o'zi lekin u vanishing gradient problem haqida problem emas, u просто oddiy Maytmoqchiman общий. chunki Maroqiga tashlab berdida, u beradi. Chunki bitta shunaqa qildik-ku, Maroq tashlagan misollardan beri. Ah, really? Right. Okay, how we had nimaga qaytib kelamiz degani. O'sha tipa hamma X'larni qo'shib bitta bay chiqishga. Okey, uni skip qilib baribir hozir tushunganman, bu narsa tushadimi? Да. Так, bitta shu formani qaytaribdi. Tangiz qanaqa topiladi oxir mana bu matritsada? Tangent Sage. 7-ikkita oxirini oching, o'sha yerda turibdi formulasi. Sigmoidni oldida. Ha, bo'ldi, ko'raman. Nechinchi slayd dedingiz? 7-week. Xohlasangiz og'zaki aytaman. Y darajasida z aytaymi? Ha, aytaring. Y darajasida z ayrilgan, Y darajasida minus z bo'lingan, Y darajasida z plus Y darajasida minus z. Ha, bo'ldi, rahmat. Kerak ekanda. Agar berilsa shu misol kerak edi. Agar shu advantage va disadvantagelar aytgan. Can produce any length of the input, computational step use information. Also does not increase for longer input. The same weights can apply to every time step, so the symmetry in the output of inputs of process. Recurrent computation is slow. Bu ma'nosini bilmadim. In practice, it's difficult to access information from many steps back. Orqaga qaytish qiyinda. Chunki juda ham kompleks bo'lib ketadi. Ya'ni siz aytaylik 5-stepni ko'rmoqchi bo'lsangiz, u 5-stepdagi h u 4-dan olingan. То есть orqaga qaytishingiz kerak. Shunaqa. Okay. Ana shu vanishing gradient problem ishlash uchun LSTM bor. Long short term memory. Bu yerda u problemani qanday qilib yechgan? Просто yana bitta variable qo'shgan. O variable qanaqa? Bu tak nomi qani edi? C bilan nomlangan. Yo, LSTM uncha yaxshi bilmagan ekan. LSTM o'sha yerda to'xtatamiz ekan. Man uchun bundan bermaydi, oxir u qarang monster turibdi, monster. Midtermda ham qiyin narsaga tayyorlanganmidik, lekin oson narsa tushdi. Bu narsa tushmasa kerak. Bu juda qiyin. Ya, bu LSTM tushmaydi. O'zi tangensiya hisoblash ham tushmasa kerak yo. Prosta qog'ozda berganda ma'qulroq, shunga aytdim-da, shuning uchun. Qog'ozda anunda ham bergan edi-yu, midtermda ham qiyinlarini qog'ozda bergan edi, lekin tushmadi-yu. Prям ya'ni shu misolni bergan, shu type misolni bergan, faqat sonlarni osonroq bergan, kichikroq bergan, iterationlarni kamroq qilib bergan. U hozir baribir vaqtimizni ketkazmaylik-da, keyingi slaydga o'tiraylik. Da, shuni aytyapman-da, o'tiring dedim. Da уже tugadi ham shu. Keyingi Qancha LSTM bor ekan. oxirgisi qoldi. Ana bilan NLP bilan transformer qoldi. BKS nechida javob? Tak 12:30gacha где-то planlashtirgandim. Keyin darslikni qaytarishim kerak o'zim bilan. Masalan, BKS nechida soat? 2:da. Tak. Skip.
Hozir tokenizationni ko'raylik. Bas 3 ta narsani asosiysi shu uchalarini hisob bilish kerak. Tokenization, stop word removal and stemming and limitization. Hop, tokenization. Yo'q, o'sha stop word removalmi? Yo'q. Tokenization. Word tokenization, stop word definition. No. Okay, tokenization nimagadir ko'rmayapman. Umidga ketaramiz. Okay, stop word removal bu nima? Bu просто kerak emas. So'zlarni olib tashlaydi. Kerak emas so'zlar nima? Mana masalan bu example ko'rishlar mumkin. This example is a sentence that has stop words. Example sentence stop words. Ya'ni bu yerda this olib tashladi. S, N, of, A, Z has. Lekin bu narsa fixed emas. Ya'ni har xil data setlarda har xil nima bor, approach. Ya'ni siz nima qilayotganingizga bog'liq. Aytaylik, masalan, siz tekstdan настроениeni ekstrakt qilmoqchi bo'lsangiz, siz masalan, скорее всего, emojilarni qoldirasiz, chunki u yerda kerakli informatsiya bor настроение. Lekin agar boshqa просто news ekstrakt qilayotgan bo'lsangiz, u yerda sizga уже nima kerak emas, emoji. Stemming bu so'zlarda initial holatiga qaytaradi, oddiy holatiga. Stemmingda ikkita turi bor. To'xtang. Tak, bu именно bu case'da просто oddiy chiziqlar olib tashlashga harakat qilyapman. Run bo'ldi, tak runner qoldi, run. Shu runner qolgani bu problema. Ya'ni stemming ideal emas. Bu algoritm based ko'p hollarda so'zlarda nima qila olmaydi. Initial holatga qaytara olmaydi. Tak, limitization bor. Limitization reduces words based to dictionary. Ya'ni bu narsa уже rule based, ya'ni dictionaryga qarab turib, mana shu so'zlarni initial holatiga qaytaradi. Running run bo'ldi, better good, feed food. Так, one hot encoding. Так. Да, просто encoding qilib chiqadi. Cat 0, dog 1, fish 2, bird 3, ikki yoqda only one index. Ya'ni bularni matrisaga ko'chirib chiqdi. Ikki matrisada ya'ni bu yoqda masalan 0, 1, 2, 3 bor edi. Bu по сути index of the place where there will be 1. 0, 1, 2, 3. Shu one hot encoding. Так, big of words. Text, sen index which one? Hayalım, Окей. Вот и срок. Так, просто индекс assigned. Juda oddiy narsalar bo'ladi. Так, Я bola bu narsalar o'zi esdan chiqib ketdi. O'zim tushunmayapman. Qaytarishim kerak. O'zimiz Menimcha o'zi osonlashib qoldi, to'g'rimi? NLP bilan transformer solib. Да. Ko'paytirishmaydi. Aytgancha anaqa transformerslarni kecha ko'rib chiqdim. Behruz faqat nima ekan u? Teoriya, to'g'rimi? Umuman hech narsa nima yo'q ekan. Bitta mana softmax degan formasi bor ekan, uni qanday qo'llash kerak, nima beradi? Tip attention softmax Q K D bor edi. Softmax просто sizga input beriladi, siz softmaxga apply qilib qo'yasiz, to'g'rimi? Bo'ldi. Men ham shunday deb o'yladim. U Q nima ko'rinishda keladi? Matriza ko'rinishda keladi. Bilmadim, lekin по сути sizga masalan любой input bersa, просто softmax qanday apply qilinishini, tangesa hech qanday apply qilinishini o'rganib olsangiz bosib tashlaysiz. Bu activation function turi deyapsiz. Da, просто activation function turi bo'ladi. Okey. Shunday mumkin. Mayli, bo'ldi, charchamayman. Rahmat, Johir. Mayli.
Javohir rahmat kattaga. Aytgancha kim yozib olyapti? Rahmat Javohir. Mohir yozib olayotgan. Mohir bilan anaqa gruppaga tashlab yuborsin. Abror ko't. Bozor rahmat. Mohir. Abror. Mikrofon yo'q.